Yoshlar mavzusida davom etamiz. Baxmal tumani hokimining yoshlar bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Muloqotda 150 nafarga yaqin faol va iqtidorli yigit-qizlar o'zlarining startap loyihalarini taqdim etdi. Shuningdek, uchrashuvda ko'plab masalalarga ijobiy yechim topilib, tashabbuskorlarning bir qancha g'oyalari qo'llab-quvvatlandi. Muloqot avvalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotida belgilab berilgan ustuvor vazifalar mazmun mohiyati haqida batafsil ma'lumot berildi. Xususan, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni kasb-hunar va xorijiy tillarga o'qitish, tadbirkorlik g'oyalarini rag'batlantirish, startap loyihalarini moliyalashtirish hamda bandlikni ta'minlash masalalari alohida ta'kidlandi. Uchrashuv davomida yoshlar startap g'oyalari va innovatsion loyihalarni taqdim etdilar. Jumladan, tumanda IT markaz tashkil etish, xorijiy tillarni o'qitish uchun binolar masalasi, yosh muhandislarning texnik ishlanmalarini amaliyotga joriy etish kabi tashabbuslar borasida ma'lumot berildi. Shu bilan birga yigit-qizlarning sport, madaniyat va kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha takliflari tinglandi. Uchrashuv davomida o'z biznesini yo'lga qo'yish istagidagi yoshlarga mavjud kredit, grant va subsidiya imkoniyatlari yuzasidan tushuntirishlar berilib, yoshlar bilan manzilli ishlash mexanizmlari muhokama qilindi. Yoshlar tomonidan bildirilgan 25 ga yaqin murojaat va tashabbuslar yuzasidan tegishli tashkilot rahbarlariga aniq topshiriqlar berilib, ayrim masalalarni joyida hal etish choralari ko'rildi. Tuman hokimi tashabbusi bilan bu kabi uchrashuvlarni yil davomida o'tkazib borish hamda yigit-qizlarning tumanni yanada rivojlantirish yo'lidagi taklif va g'oyalarni amaliy qo'llab-quvvatlash borasida fikr-mulohazalar almashib turishga kelishib olindi.